Hey yo, hammaga salom jigarlar. Sizlar bilan bugun Enzo. Jigarlar, bugun ya'ni mashinalarni obzor qilamiz. Va bu yerda shuncha mashinalar turibdi. Ya'ni bular shuncha Telegramdan kirgan odamlar bolalar. Obuna va like bosib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Masa ketdi jigarlar. Birinchi mashinadan boshlaymiz. Birinchi mashinada Tahoe bo'lib o'tadi. Bu Tahoeda uncha ko'p vinillar yo'q ekan, shuning uchun 1dan 10 gacha bunga baho berib ketinglar. Men o'zimni bahoyim bunga 1dan 10dan 5 qo'ygan bo'larim. Uncha yoqmadi menga chunki. Va keyingi mashinamiz bizda yana Tahoe 701 ani ki bu yaxshi, lekin bunda ham pashti xuddi shunaqa uncha vinillari yo'q ekan. Orqasida faqat oldi orqada faqat nomer bo'ldi jigarlar, boshqa hech narsasi yo'q ekan. Bunga ham xuddi shunaqa 10dan 6 qo'yaman. Chunki 1 ball faqat nomerga. Va bu yerda ikkinchisi sayt bratimizning ya'ni Mersi brat qochib turing hay. Va bu yerda nomeri 555 BBJ ekan o'zi bolalar. Va Mers bu yerda logolarini o'zi bo'ladi. Bu yerda logolar prosta bomba. Yaxshi. Va bu yerda zo'r nimalar yaxshi, nomeri yaxshi ekan. Va bu yerda Atoshi o'zimizning mashina. O'zim mashinam bu. Eslcha bo'lib qo'yaverasizlar, ko'chada tanib qolsa, agar ko'rib qolsanglar 900RRR. Bundan 10 ga 10 qo'yaman. Bularga esa 10dan 6 qo'ydim. Va bu yerda Gelik bratimiz chiqib ketdi va bu yerda bizda BMW mashinasi. BMW BMW3 777 LLL. Va bu BMWda nima logosi bor. Logolari zo'r ekan, lekin va logolarini ko'rib shunda orqaga o'tsak bomba jigarlar. Mana uni qaranglar, qanaqasiga nima qo'yganini. Va keyin undan oldin like va obunani toshni bosinglar. Qiziq ketadi. Keyingi nimalarga o'tadigan bo'lsak, bizda bu BMW kolxoz kirmasin deb aytgandim. Va bundan keyingisi qanaqadir mashina, buni uzr bilmadim kimniki bo'lsa ham. O 077B ye. Sayjiga qochib turing hay. 077BB zo'r nomeri va logolari ham zo'r qilib qo'ygan. Va bu logolaridan, ya'ni orqasida va nomeri yaxshi o'qiy olmadim, ya'ni kichkina. Bu keyingisi BMW. Keyingi mashina bizda BMW M5 Competition. O'zichiganlar logolari vasha qichiq, zo'r qilib qo'yilgan. Ya'ni vasha zo'r qilib qo'ygan bu yerda. Bolalar, agar xatolik yuz berayotgan bo'lsa, bu yerda Asko xatolik yuz berayotgan bo'lsa, ya'ni so'zlarimni tushunmayotgan bo'lsanglar, bu bilsanglar, videodan keyingi yozilgan ovoz. Va keyingisi Lamborghini. Lekin men bunga Lamborghiniga 10dan 10 baho qo'ydim. Sizlar ham 10dan necha baho qo'yasizlar, yozib ketinglar. Va 1dan 14 gacha yozsanglar, bu yerda 14 ta mashina, nechta mashinani sanab, qaysi mashina yoqqanini aytib ketinglar. Menga o'zimga shu Lamborghini yoqdi. Va nomerlari qichiq, zo'r jigarlar. Bashshadek. Va keyingisi 020 BMW M5 yana qanaqadir performansiya deb yozib qo'ygan, men tushunmadim to'g'risini. Va BMW logolari zo'r jigarlar. Bu yerda xatolik ketib qoldi va BMW keyingisi ham BMW bo'lib o'tadi. Bu yerda P701 PP nomerlari juda zo'r ekan. Nomerlari qichiq, zo'r. Va undan keyin bu yerda bizda reklamani zo'rna qilib qo'yibdi. Ya'ni Asko kollektor. Obuna bo'lib qo'yinglar, mayli, hech narsa qilmaydi. Addushi jigar sizdan. Reklama tekinga. Bilasiz, endi Enzo'mizku. Kirganlarga vasha rahmat. Zo'r qilib bering. Zo'r mashinalar kiribdi.
Qaysi mashina yoqqan bo'lsa, shu mashinani belgilab ketinglar, shu mashina yoqdi deb. Mana keldi, uchib keldi. Va bu yerda ya'ni bitta mashina qolib ketibdi. Bu mashina Gelik, ya'ni AGT'ni mashinasi deyapti. AGT KPM AGT'ni. Yana bilmadim. Mashina zo'r, logolariga gap yo'q. Vashshi zo'r. 077 uzoti. Vashshi qichiq mashinalar. Menga shu yoqdi. Bunga 10 dan 8 bilib qo'yaman. Qaysi mashina sizlarga yoqdi? Shularni yozib ketinglar.